Assalamu alaykum hörmətli anlıqçılar, xeyirli gündə. Yazğıcı Yasincan Sadıqçıoğlu'nun Bahadırnamə namlı romanının davamına qulaq sağaysızlar. Taң səhərdə gümbürləyən Cəng Dombaqı Çınarbağdakı şirin uyquda yatqan Xusravşahni qattiq alaqsada qilib etdi. Şeybanxon beshidili qilish tanlab turayotgandek vahimaga tushdi. Dastarpeshning ko'tirib kelgan to'n sallarga parvo qilmay log'-log' titirgunicha sirtqa yugurdi. Shu topda Eligar Şeybanxonning raqibining yuragini mujish uchun ishlatgan vahima selish yelisi Xusravshahga to'liq unumini ko'rsatgan edi. Sarkarlarga xabar qil. Sarkarlar allaqachon jangga hozirlanib bo'ldi oliylari. Chiroyi o'likdek tatirib ketgan Xusravshah jon jahli bilan vaqirdi. Meni Şeybanxonga tutib beray demsan badbaxt. Jangtangni qo'y. Sarkar lashkarlar darhol qo'rg'onga chekinib, sepil darvozani bekitsin. Qo'rqib ketgan farmonchi bey darhol o'zini sirtqa otdi. Xudoga shukr, har nim bo'lsa Chinorboqqa qarorgoh joylashtirib olibdi ekanman. Bo'lmasa shaharga kirib olishim ulgurmay qolar bo'g'iydim. Chinorboq bilan Yisar shahrining orlig'i 2 chaqirimga kelmaydi. Xusravshah eng avval shaharga qarab ot soldi. Jangga hozirlangan Muhammad Husayn Ko'ragan Yisar lashkarlarining hadab shaharga qarab qechayotganini ko'rib, nim bo'lganligini bilolmay bir bas gangirab qoldi. Bu nima ish? Xusravshah dushmanning qorasini ko'ray-ko'may qechib ketib baramdi qandaq. Chinorboqqa avatgan chaparmini hayol o'tmay qaytib keldi. Xusravshah allaqachon shaharga kirib olibdi. Sarkar lashkarlarmi xuddi hurkigan to'sqandek qo'rg'onga qarab qechib Muhammad Husayn Ko'ragan alam bilan pichirladi. "O to'g'ri yurak ablah." Chuhri quchoqlab yotganidan faxrlanib, o'zini erkak hisoblaydi degan. Mushundaq paytda o'sha bechora chuhrilaringni sendan yaxshiroq edi. Sendek betchivoz nomardga umid bog'lab yurgandikin. Menmi bir mozbeynak. Bizmi shaharga chekinamdiq janoblari? U sarkardasiga zardi bilan qaradi. Bo'ldi. Hisarnimi, Xusravshahnimi ko'zim ko'msin. Chekinaylik. Nega chekinimiz janoblari? Qor teginga. Dedi Muhammad Husayn Ko'ragan. Shu topda uning yuragi ichib ketib boradi. Chunki uning yangidan uylangan xotini Sultonbegim bilan yurak parisi bo'lgan 4 yoshli o'g'li Muhammad Haydar Hisar shahrida qolgan edi. Alloh sizlarni o'z panohida saqlagan. deb pichirladi u qiymagan holda keyniga qarab. Düşmanlarının uvusu buzulgan çömölede keçip ketkenligidan xabar topgan Şeybanxonning ko'ngliga shubha paydo bo'ldi. Yenida Muhammad Husayn Ko'ragan bo'lmas edi. Xusravshahning bu qochqinidan zinhor cheklanmaydim. Dedi u buyruq kutib turgan sarkarlarga qarab. Biroq Muhammad Husayn Ko'ragan bakmi tadbirlik odam. Balkim bizga hiyla ishlatayotgan bo'lishi mumkin. Şunu hücum qilishga oldirmaydi. Yazaklar ahvolni bilib kelsin. Yazaklar chorlig'uchilar debdi izohatda. Bir osh pishim vaqt o'tganda chorlashga ketgan sarkardasi qaytib keldi. Xusravshahning barliq lashkarlari bilan qo'rg'onga qechib kirib olgani rost ekan. Ularning jang qilishga ro'yi yo'qligini ko'rganda Muhammad Husayn Ko'raganmi qor tegin tarafga qechibdi. Hay eset, dedi Şeybanxon afsuslangan holda. Ajabmi bir yaxshi fursatni qo'ldan berib qo'yibdimizda. Xusravshahning Muhammad Husayn Ko'raganni tashlab qo'yib, qo'rg'onga kirib olganini qaramamdigan. Buning sababini bilaldinglarmi? Kechirgaylar oliydir. Faqatli bilanmidik. Ish qilib bu ishning bir sababi bor. Muhammad Husayn Ko'raganni Xusravshah bizning muqobilimizga qo'yish uchun chillab kelgan emasmidi? Yo burun, yo keyin emas. Dal bizning kelishimizga ulgurib ayrilib ketganiga hech aqlim yetmay o'tirdi.
Qo'rg'onga hujum qilamdiq oliyleri. Bo'ldi. Xusrav Shoh Hisarda yana bir necha oy ortiq yashayotsin. Uning kuchini bekmi yuqori chaqlab ketibdimi? Aslida uning sarkard lashkarlari dasturxonga yig'ilgan chivinga o'xshash bir ishorat bilan to'zib ketadigan emasmi? Amisa nemishqa Shaybonixon o'g'li Temur Sultonning gapini uzib Muhammad Husayn ko'ragan tex uzab ketmadi. Xusrav Shoh maydon jangi qilishdan qo'rqqan bilan qo'rg'onni jon jahli bilan qo'g'daydi. Qo'rg'on hujum qilsak, Muhammad Husayn ko'ragan yenib kelib, orqa tarafimizdan hujum qilishi mumkin. Uning ustiga Bobur Xusrav Shohning inisi Boqi Chag'onyoni bilan birlashib, qaytadan kuchayib ketdi. Hozir u Chag'onyonda. Hisar bilan bo'lgan orliq ancha yiroq emas. Navod u lashkar tatib kelib qolsa, biroqli 3 dushmanga taqobil turishimizga to'g'ri keladi. Shunga Hisarga hozircha tegmaydi. Amisa Samarqandga qaytamdiq ota. Yo'q, Baliqqa boramiz. U javobidan taajjublangan sarkarlarga muddasini tushuntirdi. Bu navbat Xusrav Shohning qanchalik kuchi borligini bilib oldik. Endi Baliqqa xiris qilib, tayinli Xuroson hukmdori Sulton Husayn Bayqaronimi bir sinab boqaydi. Xusrav Shohning ishini bir taraf qilib bo'lgandan keyin Xurosonga lashkar tortimiz emasmi? Shunga avval ularning ahvolini bilib boqaylik. Keyin rasmiy jang qilganimizda tamtirab qolmaymiz. Daryodan o'tishdan avval kechkizda boqadiganmizda ota. O'g'lining bu o'xshatishi Shaybonixonga bakli yarab ketdi. Habballi, joyida gap qildilar. O'zimiznimi, o'zga nima bilganda ondan nusrat qozong'ili bo'ladi. Sulton Husayn Bayqara Sulton Mahmud xonga Xusrav Shohga o'xshamaydi. Bu chaqqichi uning bilan tanishib baxtmadik. Shunga qaramlik qilishdan hazar aylash kerak. Aqllar yetti o'lchab bir kaz deydi emasmi? Xon oliylari donodir deb maqtashdi sarkardlari xushamat qo'yliq bilan. Ajar qo'rg'ini Xusrav Shohning inisi Boqitarxon Chag'onyoni Boburga to'liq itoat qilib, Chag'onyon, Safa, Termizdagi barliq sarkard lashkarlarini uning ixtiyoriga topshirdi. Albatta, bu lashkarlar bilan Shaybonxonning muqobilasiga chiqqili bo'lmaydi. Shunga Bobur Sulton Husayn Bayqara bilan ittifoq tuzish qaroriga kelgan edi. Taraf-tarafdan kelib atrofiga to'plashgan sarkardalar uning qo'lidan ketgan taxt saltanatini qaytarib olish ishonchini turg'izgan edi. Boburning ajar qo'rg'onida turayotganiga 2 hafta bo'lay deb qolgan edi. Bu Boqi Chag'onyonning o'g'li Ahmad Qosimbekning ilkidagi Kahmar va Bomyon tabasiga joylashgan mustahkam bir qo'rg'on edi. Bobur bu qo'rg'onga onasi va boshqa ayollar bolalarni o'rinlashtirib qo'ygach, Sulton Husayn Bayqara bilan aloqalashib Bugun Ajar qo'rg'onida to'y bo'lib o'tadi. Bobur inisi Jahongir Mirzaga ota bo'lib, marhum tog'asi Sulton Mahmud Mirzaning qizi bilan uning to'yini qilib qo'ygan edi. Bu nikoh ishini vujudga chiqarib yaxshi qildilar o'g'lim. Marhum otalari bilan marhum tog'larining ruhi xush bo'ladigan bo'ldi. Dedi onasi Qutlug' Nigor xonim ko'zga liqqida yosh elib. O'z vaqtida bu nikohni otalari bilan tog'lari bitishib qo'ygan edi. Hayot bo'lgan bo'lsa o'zi bosh bo'ladi. Og'liqni voyaga yetkazdilar o'g'lim. Dedi Jahongir Mirzaning onasi Fatima Sulton begimmi hayajonlangan holda. Jahongir Mirza kichik qilgan aqlsizliklarni ko'ngillaridan chiqarib etsalar. Mana endi siz uning yolg'iz o'g'li emas, oti bo'ldilar. Alloh igan martabalarini teximiz ziyoda qila. Murodlari hosil bo'lg'ay. O'z vaqtida Ahmad Tanbal uzun Hasanlar bilan birlashib, o'g'li Jahongir Mirzani Boburga qarshi chiqishga, Farg'ona taxtida o'tirishga quturatgan Fatima Sulton begim shu topda o'sha qilganlarini esiga elib, xijilchilikda o'zini qo'yg'ili yer topolmay qolgan edi. Jahongir Mirza bo'lsa, to'yni qizdivatgan hayyor yigitlarning ko'zini uzmaydi. Yanada o'ltirgan qo'ldashlarga usul o'ynayotganlarning beshidan oltin, kumush, o'nchi marjonlarni chashqu qilishga buyurdi.
Akisi Baburga rahmat etib, ko'ngil izhor qilish esiga kelmaydi. Heratdan Choparman keldi olaylar. Dedi Qosimbek Qovchin Jahongir Mirzaning yanida xiyol surib o'ltirgan Baburning qo'lqig'i pichirlab. Sulton Husayn Boyqara olaylarning xabar kelgani o'xshamamdi. Babur xiyolini yig'ishtirib asta qo'zg'aldi. Orqasidan Qosimbek Qovchin boqi Chog'aniyoni agashdi. Choparman qani. So'rida Babur hujrasiga kirgandan keyin Takixonada orom ilyotdi. Qosimbek Qovchin qo'ynidan bir parcha xatni ilib Baburga tangdi. Bu Sulton Husayn Boyqara oliylarining maktubi. Babur xatga oldirash ko'z yugurtdi. Uning Sulton Husayn Boyqaraga birlikda Shaybonxonga qarshi turish muddasini bildirib xat avatganiga xeyli bo'lgan edi. Bu o'sha xatining javobi edi. Xatni o'qib tugatgan Babur birdan qapqini turdi. Turqidan Sulton Husayn Boyqaraning xatidan ancha rozi bo'lmaganligi chiqib turadi. Qo'shinlarni turib bir bas xiyol surib olgandan keyin xatga qaytadan nazarini og'dirdi. Ol Shaybonxonning o'z shafqatchisi bo'lmish Sulton Mahmudxonga bu darajada qilgan tuzkorligidan va haddidan eshib atrofidagi xon sultonlarga jahongirlik qilichini shiltiyotganligidan xabarim bor. Lekin uningdan uncha tashvishlanib ketishning hojati yo'q. Ayni yili Sulton Ahmad Mirza, Sulton Mahmud Mirza qatorliq og'i inilar birlashib tasarrufim hujum qilganda men Murg'ab yoqisini bekitgan edim. Ol og'i ini Mirzalar yiqilishib kelgan bo'lsa-mu, hech ish qila olmay yongan edi. Hozirmi agar o'zbeklar kelsa, men Murg'ab yoqisini bekitay. O'g'lim Bad-uz-Zamon Mirza, Baliq, Saburg'on, Andig'ur qo'rg'onlarga kuchlik sarkarlarni qo'yib, o'zi Gurzuvan, Darayzan qatorliq tog' o'tganlarni bekitsin. Sili, Kohmar, Ajal va shu tarafdagi tog' o'tganlarni bekitsizlar. Xusravshoh, Hisor, Qunduz qo'rg'onlariga ishonchli kishilarni qo'yib, o'zi inisi bilan Xatlan tog'larini bekitsin. Shunday qilsak, ul o'zbeklar hech ish qila olmay orqasiga yonadi. Babur beshini ko'tarib, ham achchiq, ham masxara aralash kulimsirdi. Sulton Husayn Boyqara o'zini kim chaqlab qoldi ekan? Dedi u xatni Qosimbek Qovchin bilan boqichog'an yoniq uzitib turib. Heratdan medirilmay buyruq tushirib ketibdi dedi. Ko'rpeqanlar, ahvoldan qaraganda uning ul Shayboq bilan jang qilg'usi yo'qdek qiladi. Biz uning ziminini qo'g'dab bergidekmiz. Tova, dedi boqichog'an yoni xatni o'qib bo'lib. Sulton Husayn Boyqaradek cho'ng podsho taxt saltanatiga xirs qilayotgan dushmanga qarshi yurish qilish ustida so'zlamay, mudofiada turish ustida so'zlasa, sarkar lashkarlarida nima umidvorlik bo'lsin? To'g'ri, dedi Qosimbek Qovchin umidsizlangan holda. Hozir zimin va lashkar jihatda uningga yetadigan podshoh yo'q. U o'sha kuch qudrati bilan bizga madad berishi kerak edi. Og'am Xusravshohda umid qolmadi. U Shaybonxonga tikilib qarashga jur'at qilolmay badar qechibdi. Ishonchlik odami Qunduz hokimi Molla Muhammad Turkistoni og'amdan yuz o'ribdi. Muhammad Husayn ko'ragan janoblaridan hech xabar yo'q. Balkim umidsizlanib qora degan tarafga ketgandir, dedi Qosimbek Qovchin. Hay isi, tezroq xabarlashgan bo'lsak, yenimizga taklif qilar ekanmiz. Jasoratli odam edi. Hisorga olaydan kelib, hech ish qila olmay yondi. Shayboq mushuning bilan bo'ldi qilmaydi. Ta'mimcha kelar yil bahorda Xorasonga hujum qilishi mumkin, dedi Babur o'ylangan holda. Sulton Husayn Boyqara hozir ul Shayboqning muqobilasiga chiqishga oldirmagani bilan kelar yili jang qilishga majbur bo'ladi. Uningcha bizmi muqim turg'idek cho'nroq bir joyni qo'limizga elib hozirlik ko'raylik. Meningcha Kabul eng muvofiq, dedi boqichog'an yani. Heratga yaqin. Atrofida Qandahor, Lamg'on, Xorazm, Adnapur, G'aznidek boy tumanlari bor. Cherik yig'ishqimi bo'ladi.
Hazır Kabulda Sultan Hüseyin Qara'nın çoğun əmri bolmuş Zunun Arğun'un oğlu Muqimi var. Onundan Kabul'unu tatıb almaq təs emas. Şundaq qılaylı. Kelgüsüdeki büyük işlerimizni aşağıdan başlaylı. Dedi Babur qat'i niyetki kelib. Kabul işlerimizni xayrlı qılsa acep emas. Miladiye 1504 yılı Aksu. Tarım deryasının iki qırğıqı nepiz muz tutub, qış fəslinin başlanğanlığıdan diyerek beretdi. Həftədən beri hava tutulup, cudun küçüyüp ketken bolsun, anca-munca qar uçqunluğunu hesab qalmağanda, qar resmi yağmağan idi. Aksu şəhrində təlpək, qulaqça, paxtılıq ton, cuva, ötük, piyimi kiyib alğan kişilər köpüyüp qalğan idi. Toshkentdan qaytib kelgandan beri Sultan Ahmad Xonning kesili bağan sir eg'irlashib ketgan edi. Tiyoplar ota-bobolardan qolgan mujarrab nusxalar va tibobat kitoblaridan foydalanib har xil dorilarni tayyorlaydi. Ammo bu dorilarning qilchilik unumi bo'lmayotdi. Aliylarga ma'lum bo'lg'ay. Mirza Jabbor Bardibay qatorliq amirlar esanlik so'rab kepti. Daryostiga yo'linib o'ltirgan Sulton Ahmad Xon paygohda qo'l bog'lab turgan xos mahrimiga asta javob qaytardi. Ko'rishmayman. Minnatdorligimni yetkazsin. Tiyoplar qaynitib akirgan dorini qo'shiq bilan so'rib sovutayotgan Sayxul Islom xo'ja Tojiddin Muhammad Mevlana Oyazbek Qushchi bilan ko'z urishtirib olib, Sulton Ahmad Xonga yuzlandi. Oliylarining Oqsudagi amirlar bilan ko'rishmaganiga xeyli uzun bo'ldi. Ko'rishib qo'yishlar bo'ladi. Sulton Ahmad Xon sovuq kulimsirdi. Bu bechora turqimni ularga ko'rsatkim yo'q hazratim. O bir ig'iz gapni muhosirab hömidab tasdiqlatdi. Demi kesilgandek bo'lib, biroz turib olgandan keyin davom qildi. Ko'rishsam, ikki ig'iz paranglashishimga to'g'ri keldi. Hozir men uchun bir ig'iz gap qilishmi basi mushkul. Sulton Ahmad Xon gapini tugatib bo'lg'icha xirildab ketdi. Chekkalarida monchoq tar paydo bo'ldi. Uning yaqindan beri odam qolmaydigan bo'lib qolganligi ikki amirga ayon edi. Shunlashqa qayta zo'rlamadi. Ikki qo'shiq to'g'ri ichib olamdilar oliylar. Dedi Oyazbek Qushchi ehtiyot bilan. Bekor avvar bo'lishyotadilar. Dedi Sulton Ahmad Xon chiroyini purishtirib. Bu qirtiq dorilarni ichib verishdan joq to'ydim. Ahvolim o'zimga oyon. Kesilim pishib qoldi. Hakimlar endi avvar bo'lmasin. Oyazbek Qushchi uni to'g'ri ichishga yana zo'rlashga jur'at qila olmadi. Sulton Ahmad Xon Oqsuga kelgandan beri holidan mush ishkilan xabar elib-atdi. Oqsi Sulton Mahmud Xon dastlabki kunda yo'qlab keladi. Yaqindan beri 2-3 kunda bir qitim keladigan bo'lib qolgan edi. Farmonimni amirlarga yetkazinglar, dedi Sulton Ahmad Xon Oyazbek Qushchiga qarab. Ular har qanday ma'lumotlarni Ağam Sultan Mahmud Xon oliylarga yetkazsin. Xotirjam bo'lsizlar oliylari. Sulton Mahmud Xon oliylari kunda o'rdaga chiqib atadi. Yaxshi bo'pti. Ağamning ko'ngli chigilib qoladigan ish bo'lib qolmasin. Dardi yetib oshquchi saltanatdan ayrilib qilish azobini boshqalarni his qilmoqqa tez.
Sultan Ahmet Xanның ig'ir kesel azabı tartib etipmi, akısının g'emini yevatqanligini ko'rib, Xo'ja Tajiddin Muhammad bilan Oyazbek Qushchi ta'sirlanganidan ko'zgilliq yosh oldi. Haras, dedi Oyazbek Qushchi ma'lum qilmoqchi bo'lgan muhim bir ishni esiga olib. Toshkentga avatgan Oyg'oqchilar qaytib keldi. Xonzoda Saidxon omon-eson turib etibdi. Shaybonxon garchi Xonzodaning ixtiyorini cheklab qo'ygan bo'lsa-mu, lekin yenidan ayrimaydi ekan. Sarayda ishki baglar qatordan o'rin beribdi-dak. Bu qitimqi Yesar qunduz yurishigimi Xonzodan billi ep ketibdi. Xonzodaning atrofiga o'rlashtirgan payloqchilar bek ehtiyotchan bo'lg'achqa, Oyg'oqchilar Xonzoda bilan aloqa qilishga amal qila olmabdi. Sultan Ahmet Xon bildim deganni qilib beshini lang'ishdi. O'g'li ko'z oldiga kelishamon yuragi echishib ketdi. Ishqilib, qudratli Tangrim aman esanlik berar. Shaybonxonning changalidan qutulib chiqishning amalini o'zi qiladi. Ahli o'sha joyda jasoratiga tushliq parastimi bor bola bo'lgan edi. Mening ahvolim bu. O'zimning hojatimdan chiqolmayman. Tenim sog' bo'lgan bo'lsa, qaytadan lashkar tortib berib, o'g'limni qutuldiradi. Qo'ldan ketgan taxt saltanatni qaytarib oladi. Payxon bo'lgan g'urur obro'yimizni tiklab oladi. Oyg'oqchilar asirga tushib qolgan sarvozlarimizdan Xo'jali Bahodir otliq bir kishi bilan ko'rishalabdi, dedi Oyazbek Qushchi. Ol Xo'jali Bahodir, xon oliylar xotirjam bo'lsin, muvofiq fursat kutyapman. Hozir Shaybonxonning inisi Mahmud Sultonning obdonli ishonchisiga erishib qoldim. Shundaqdimi Xonzoda bilan ko'rishga amal bo'lmayotdi. Bir amallarni qilib Xonzodadan cho'qim qutuldirib chiqaman deb duoyi salamayotibdi. Sultan Ahmet Xonning chiroyida sus minnatdorlik tuyg'ulari jilvilandi. Xonzodani Alloh egam o'z panohida saqlag'ay, dedi Shayxul Islom Xo'ja Tajiddin Muhammad. Xonzodami pam farosatlik, istidodli yigit bo'ldi. U piyoladagi sovib qolgan to'rini qo'liga ilib turib, ikki qo'shiq to'ri ishlab bo'ladi oliylar. Sovib qapti, qayta ilitsunmikin, dedi. Sultan Ahmet Xon o'ltirishib ketgan günsiz ko'zlarini Shayxul Islomga tikdi. Ammo ya ma'qul, ya yo'q demadi. Kishilar og'zida "An hazratimga ol Shaybonxon zahar beribdi" degandek so'zlar tarqalibdi. Magarki shundoq bo'lsa, zaharni qaytarish uchun taryoq ishlatish lozim bo'ladi. Sultan Ahmet Xon amdil yumgan ko'zlarini loppida ichib Shayxul Islomga yalt etib qaradi. Shayxul Islom Sultan Ahmet Xonning ko'zlaridagi g'azabga-mu, azobga-mu o'xshamaydigan ifodani ko'rib, ko'zlarini apqashdi. Ma'vodan oljidimi nima? Oyazbek Qushchi Shayxul Islomga norozilik bilan qaradi. Niyatga bir qomlashmagan gapni so'rab yurdi-ya. Hech qayerga tuz sepib. To'g'ri. Shaybonxon menga zahar berdi, dedi Sultan Ahmet Xon tishlarining orasidan chiqarib so'zlab. Bergan zahri shulki, ol badbaxt og'amning cheksiz himmati bilan kuchayib, martabasi shu qadar yuqori darajaga yetdiki, oxirgi hisobda tuzko'rlik qilib, og'amni va meni asirga oldi. Ondan og'amning quyosh sifat, ibbatli xonisini nikohiga elish badaliga bizni tutqunlikdan ozod qildi. Bu qadar or-nomus va haqorat tufaylidan xuddi
zahar yutqandek bo'ldi. Naqadam shundoq zaharga taryoq tepiladigan bo'lsa, kesilimga manfaat qilar. Hujurning ichida Sultan Ahmadxonning nafas yetishmay xirildoshlaridan bo'lak hech qanday tivish anglanmaydi. Qattiq o'ngsizlangan Shayxul Islom Xo'ja Tojiddin Muhammad xijolatchilikdan yerga kirib ketgudek bo'ldi. Kechirsizlar oliylar, so'pga g'izliq qilib qo'yibdimi? Sultan Ahmadxon undimidi. Oyazbek Qushchi yana gap qilishga tamshilib turgan Shayxul Islomni ostan noqib pichirladi. Endi gap qilmaslar taqsir. Bir cho'gin choy qaynamachilik vaqt ana shundoq timtasliqda o'tib ketdi. Oyazbek hasratlari. Oyazbek Qushchi qo'l bog'lig'icha beshini agdi. Labbay qibligohim. Ko'radigan kuni yeydigan rizqim oxirlashib qolganda qiladi. Darhol turponga chaparman maqtursizlar. Jonxonzoda Mansurxon hamma enalarini elab oqsuv izdan yetib kelsin. Ko'zimni ochiq vaqtida Sultan Ahmadxon tuyuqsiz qattiq yo'talib ketdi. Yo'tal shunchalik qattiq tutdiki, bir hazo teliqib ketdi. Oyazbek Qushchi bilan Shayxul Islom uni yo'lab gazgisiga yengil shapaloqladi. Sultan Ahmadxon birdan lo'ho bo'ldi. Shu hamon og'zi burnidan o'qdek qon etilib chiqdi. Jiddiylashgan Oyazbek Qushchi ishga qarab to'ladi. Qaysinglar ba? Hakimni to'langlar. Oliylari. Shayxul Islom Sultan Ahmadxonning bir yonga qiyshib qolgan beshini titirgan qo'llari bilan yo'ladi. Oyazbek hazratlari, qaraslar. Xon oliylarining nafas to'xtab qolganda qiladi. Oyazbek Qushchi Sultan Ahmadxonni osta yotqizib, nafas elishini tanshidida ko'zidan taramlab yosh to'kilayotganligini o'zimiz sezmay qoldi. Qibligohimiz saltanat beg'idan jannat beg'iga safar qilibdi taqsir. Shayxul Islom ishonmagan holda Sultan Ahmadxonning tomirini tutib baqdi. Uninggacha oldirab kirgan o'rda tevipi xonning yerim ochiq turgan ko'zining jiyaklarini ichib ko'rib qilib, ulug' kichik ting'inicha osta pichirladi. Qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ma'nisi biz albatta Allohning ig'dorchiligida, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz. Baliq. Garchi qish fasli oxirlashib qolay degan bo'lsin, qor lapildab yig'ib Baliqni uzukning ko'zida qatma-qat muhosiraga olgan Shaybonxonning sarkarda lashkarlari o'tin terib kelib, gulxa yiqib, sinish, atrofdagi aholidan bulab kelgan qo'y o'shga, to'g'u o'rdaklarni ziqqitatib kavob qilib yeyish bilan mashg'ul edi. Shaharga pat-pat qilib turgan nusratsiz hujumlardan zerikkan sarkarda lashkarlarning ilgirki jangovarligi, jasorati suslashgan edi. Qerishqandek qishdan beri tuzuk yog'magan qor ko'klamning shapisi kelishi bilan adab ketgan edi. Shaybonxonning yanida turg'oq bo'lib yashayotgan Xonzoda Saidxon erksizlikka ko'nib qolgandek qiladi. Har kuni saharda boshqa amir sarkarlar bilan birlikda Shaybonxonning chedirga bir qitim salomga kiratdi. Shaybonxon atganlik qabuldan keyin xo'sh tutsa, uni boshqa amir sarkarlar bilan birga olib qilib, g'izo yoki boshqa suhbatlarga daxil qiladi. Albatta, muhim kengashlarga qatnashtirmaydi. Siliq sipoyi muomala qiladi. Boshqalarga hurpaygandek hurpaymaydi, ahonat qilmaydi. Ammo ancha izzat ko'rsatib ketmaydi. Saidxon atganlik qabuldan keyin qaytishga ijozat olsa, rahmat, tashakkur yo'sinlarini bajo keltirib, o'zining chediriga qaytib ketadi. Mayli nagil bormasin, hatto hojatga chiqsa-mu, Shaybonxon maxsus tayinlagan 50 navkar uning yenidan bir qadam neri bo'lmaydi.
Ularni nökər degəndən görə onu nazorat qilishga tayinlangan payloqchilar degan tuzuk edi. Chunki u har qanday kichik ishlardan nökər beshini xabarlantiradi. Uning nökərlər bilan do'stlashib chiqishib qilishidan ehtiyot qilgan hiylagar Shaybonixon nökərlərini oyda bir qitim almashtirib turadi. Har bir ish harakatiga o'sha 50 chup ko'zning tikilib turganligi Saidxonga ayon edi. Shunga har qanday odam bilan xohlagancha paranglashishdan ehtiyot qiladi. Kunlarini kitob o'qish, she'r yozish, jangbozlik mahorati mashq qilish bilan o'tkazadi. Ota-ona, qarindosh, yurt sig'inchi yuragini qamollab edi. Navra akisi Bobur bilan ommasining eri Muhammad Husayn Ko'raganning Shaybonixonga tutuq bermay qechib yurayotganligidan xabari bor edi. Ularning lashkar to'plab kelib Shaybonixon bilan jang qilishini orzu qiladi. Dadasining nurg'un lashkarlar bilan kelib o'zini bu tutqunlikdan qutuldirib olganligiga ishonchi bor edi. Otam hozir Turpandimidi, Aqsudimidi? Bu tarafga eng kechikkandimi o'rni vaqtigacha lashkar tortib kelish aniq. Yeligar Shaybonixonning bu oltin qapizida turavermay, qechishning amalini qilsam bo'ladi. Shaybonixonning qo'lida bo'ldi ekanman. Otamning lashkar tortib kelmaki tasga to'xtaydi. Hech bo'lmaganda og'am Bobur podsho bilan uchrashib olsam yaxshi bo'ladi. Mumkin bo'lsa navri egizam Xonzoda xonimni qutuldirib billa epkazsam. U men bilan billa mang'ili unarmi? Yoki yangi ko'z ochgan o'g'li Xurramshohni otasiz yetimga aylantirib qo'ymaslik uchun o'zi yoqtirmaydigan dushmani bilan billa yashashga rozi bo'larmi? O'tganda Shaybonixon meni uning bilan nima maqsadda ko'rishtirdikin tam. Xonzoda xonim kulib turgandek qilgan bilan ko'zlaridagi mung hasratini yoshirolmadi. Chiroyidan men bir narsa tegisi bordek qiladi. Lekin so'zlashishga imkon bo'lmadi. Bir amal qilib o'y xiyolini bilib olsam bo'ladi. Hech bo'lmasa qechib ketishimga bo'lsin yordami tegib qoladi. Balx bir qiz qo'rshovda turdi. Sultan Husayn boy qaramol askar tortib kelmadi. Uning saltanatini bekmi qudratlik, o'zini qaltis jasoratlik deb anglab edim. Balxdek katta shahri tahlikada tursa, bari bo'lmadiga ajab. Yoki u Shaybonixondan qo'rqib qoldimikin? Saidxonning xiyolini oldirab kirib kelgan nökər beshi uzib qo'ydi. Xonzodamga ma'lum bo'lg'ay, qudratli panohgohimiz dargohiga chillabdi. Saidxon to'rday qalpoq, qiyshiq ko'z nökər beshiga yoqtirmagan holatda qarab qo'yib, o'rnidan qo'zg'aldi. Nima gapi bor edi? Ajab po'choq bo'lganda chaqirib qopdi. Shohchilarga cho'ng kichik amir sarkarlarning hammasi jo'g'lashib bo'lgan edi. Saidxon qo'lini ko'kragiga elib turib, avval to'rda kerilib o'tirgan Shaybonixonga, ondan boshqa amir sarkarlarga tavazzu bilan salom berdi. Assalomu alaykum xon oliylari. Assalomu alaykum muhtaram janoblar. Va alaykum assalom. Shaybonixondan boshqalar boshlarini sal egib salomga javob qaytarishdi. Shaybonixon orqa ratdagi tuvan darajalik sarkarlar qatoridagi o'rniga o'tirish uchun ketib olgan Saidxonga masxirlik qarab qo'yib eg'iz ochdi. Xonzoda atigandan beri g'izolanmadimi u qandoq? Qadamlari ajab jonsizg'u. Saidxon toqqida to'xtab, beshini tavazzu bilan egib turib javob berdi. Yo'qsa olinglar. Obdan g'izolanyapman. Oyoqlarim quvvatlik. Ko'zlariga shundoq ko'rinib qolgan cheri. Mondoq desizlar. Dargohimizda gap ishadigan ne'matlar to'la, to'yinib g'izollanib tursizlar. Himmatlarga ko'p rahmat olinglar, dedi Saidxon tamkinlik bilan. Bir qism odamlar bu dunyoda yashashni yeb ichish uchun deb qaraydi. Ammo men bo'lsam bu dunyoda yashash uchun yeb ichaman. Hikmat, hikmat. Shaybonixon chiroyiga zo'rg'a kulki yugurtib yejaydi. Xonzoda kichik bo'g'ini bilan o'y fikr ajoyib o'tkir ekan. Shuningga qaraganda
Moğolistan'da fazıl kişiler var okşaydı. Olcay, gerçi Samarqand, Herat, Buxaradek olim ulamalar toplaşkan şehirlerden yirak bolsunmu. Lekin mal dunyodan ko'ra ilm fazilatni dunyoning izzati, insoniy komillikning nishoni deb biladigan fozillar nurg'un. Kamillari bir qism kishilarning Samarqand, Herat, Buxorodek katta fozillar joylashgan shaharlarning atrofida yashab yuribmi? Qilchilik ilm fazilat o'rganmaganiga hayronman. Saidxonning bu gapni kimga ishora qilib so'zlayotganligini tushungan Shaybonixonning o'zida ochiq kelgan bo'lsa-mu, chandurmadi. Rost aytdilar Xonzoda. Madrasada xarmi bo'lar emasmi? Shundoq oliylari. Biroq ilm fazilat o'rganmagan ol kishilardan olim ulamolarni ko'tirib madrasaga olib kelgan xar yaxshiroqdir. Saidxonni masxir qilish muddasiga yetolmagan Shaybonixon gapning temasini boshqa tarafga yo'tkazishga majbur bo'ldi. Joy olsinlar, dedi u chiroyiga surlik tus berib. Har birlarini dargohimga chillashdiki mudda shulki, qishdan beri Balxni muhosirga olgan bo'lib, Xuroson hukmdori Husayn Boyqaro Mirzani imtihon qilib ko'rdik. Oqibatda ma'lum bo'ldiki, ol Husayn Boyqaro Xusrav Shohga o'xshash, xuddi dostxonga tushgan chivindek bir ishoragimi yormog'idek. Aslida bu yil uning ishini bartaraf qilib, ondan İran ajam zaminlariga yurish qilishni ko'nglimizga pukkan edik. O'ylab baqsam, orqamizga xatarlik bir dushmanni tashlab qo'yibdimiz. Garchi Farg'onani o'ngchi egilib olgan ul Ahmad Tanbal bizga sadoqat izhor qilib itoatgarligini sungan bo'lsa-mu, lekin va'dasiga zinhor ishongili bo'lmaydi. O'z posibonlari bo'lmish Bobur Mirza bilan Jahongir Mirzaga orqa-orqadan xoinlik qilgan ul Tuzko'rdin bizga qanchalik vafo kelar? Shunga darhol kaynimizga yenib, avval Ahmad Tanbaldan tal to'kis xalos bo'laydi. Xusrav Shoh bilan Husayn Boyqaroning ishini ondan bir taraf qilsaqmi kechikkan bo'lmaymiz. Shunga barliq sarkarlar o'z lashkarlarini elib, bugunla Andijonga qarab yo'lga chiqqay. Farmon bardormiz, dedi Amir sarkarlar durrud o'rinlardan turib. Ahmad Tanbal bilan Shaybonixonning orasining buzilgani bilan bo'pti, deb o'yladi Saidxon o'z chedirga ketib berib. Ahmad Tanbal og'am Bobur podsho oliylarining ashaddiy dushmani edi. Endi Shaybonixon orqa tarafining bexatarligini ko'zlab, ul Tuzko'rni yo'qotadigan bo'ldi. Ikki sag talashsa, xaris qiladigan sagdan birisi aziydi degan gap bor. Og'am Bobur podsho hozir nadikin? Bundaq ma'lumotlarni Shaybonixon mendan sir tutadi. Bu qitimki yurishda qechishning omonlik qilgan bo'larmikin? Qora teginning sharq tarafidagi tog'ning ichkarisiga joylashgan Turqsharon jilg'isining kirish eg'izi ham tor, ham egiz qiyo edi. Jilg'ining ichida birer yuz uylik chagraklar chorvachilik bilan tirikchilik qiladi. Chagrak yerlik qavm debdi o'zahatda. Xeylidan beri qora tegin tog'larida qechib yurgan Muhammad Husayn Ko'ragan Turqsharon jilg'isining mudofiyaga aplik panohlanishga yaxshi joy ekanligini ko'rib, ko'nglida jilg'ining eg'iziga 100 lashkar turg'izib qo'ysa, tuman lashkar kirolmagidek deb o'ylagan edi. Muhammad Husayn Ko'ragan Ahmad Tanbalning hujum qilib kelgan tuman kishilik qo'shiniga taqobil turolmay 3 kundan beri mushu jilg'ida panohlanayotdi. Onun dastlabki o'yi xato chiqmagan edi. 3 kundan beri Ahmad Tanbalning sarkard lashkarlari to'xtamay hujum qilib, jilg'iga kirolmagan edi. Ahmad Tanbal Qortegin tog'larida yashaydigan chagraklarni boshchilik topshirmadi degan bahona bilan lashkar boshlab kelib, bulab tolgan, o'ltirgan, hatto ularga qattiq ibrat qilish uchun chagrak erlarining kollasini kesib olib, liq bir tog'or odam beshini qichirga otib, sazoyi qilgan edi. Shu sababdan chagraklar Ahmad Tanbalga tishtirni qig'ichi o'shidi. Shunlashqa ular 3 kundan beri Muhammad Husayn Ko'raganga yordam beryapti.
Onun lashkarlari bilan birlikda hujum qilib kelgan yovga qiyoning ustidan tosh to'milatdi. Gerçi ular düşmanning hujumini önümlük chekindirib turayotgan bo'lsa-mu, ammo Muhammad Husayn ko'raganni yana g'am besib edi. 3 kundan beri jon pidolik bilan o'zimizni qo'g'dayapmiz. Tembel hujumni to'xtatmasa ahvolimiz qanday bo'lar? Chilg'idagi chegraklarning mol chorvalarimi tayinliq. Elimo 3 kundan beri hech nimasini aymay bizni beqiyotdi. Qo'tinadagi mol chorvalari kundan kunga ozlayotdi. Xeyli ko'p oilaning qo'tonlari quruqtilib bo'ldi. Chilg'ining orqasi tog', u yerdan yomishib chiqish basi mushkul. Yani 2-3 kundan keyin ularning hamma chorvalari tugaydi. Balkim otlarimizni o'ltirib yeb, birer ish kapda jon saqlay olamiz. Undan keyinchi bu jilg'ida suv, o't cho'pdan boshqa hech nima yo'q. Tuzuk o't tepish mumkin emas. Navoid Ahmad Tanbal chekinmay turaveradigan bo'lsa, ochliqdan o'lib ketamiz. Biz mayli, jonni allaqachon alqonga ilib qo'yganmiz. Ammo oq ko'ngil mard chagraklar bizning vabolimizga ketmasa bo'ladi. Yanglib qolgan bo'lsak, Ahmad Tanbal ularga hargiz rahim shafqat qilmaydi. Ayni 21 tog'org'iliq odam kallasini qochilib ketgan ekan, u qonxo'r. Yoki bo'lmasa, sulh talab qilaymikin. Chiqilib begunoh chagraklar omon qolgan ish bo'lsa, meni nima qilsa maylidi. Amana bir o'lim. Taqdir peshonamga shundoq kutgan o'xshaydi. Suyimlik o'g'lim Muhammad Haydarni endi ko'rolmaydigan bo'ldim-da. Isardik chaqda Nemishqim uni Og'jam Sulton begim bilan birga to'q yurak Xusrav shohning haramida qo'yib qo'ygan bo'g'iydim. Bargohda o'zim bilan birga turg'izgan bo'lsam, ras ularning suyadi qog'inim yaxshi bo'lib ekan. Bo'lmasa meni o'ldirishga petingan Ahmad Tanbal o'g'limni omon qo'ymaydi. Shafqatli Tangrining himmatiga 100 ming qatl shukr. Herhalde oğlum hayat qalğudak. Aslida Shaybon xonning baliqdagi vaqtidan foydalanib, Farg'onani Ahmad Tanbaldan tortib olaman. Ondan Sulton Mahmud xon, Sulton Ahmad xon hamda inim Said Muhammad Mirzaga chaparman avatib, birlikda Shaybon xonga lashkar tortaman deb o'ylagan ekanman. Allah ekan bu maqsadga yetkazmaydigan o'xshaydi. O'g'lim kichik turib qari yetim bo'lib qolarmi endi? Hech bo'lmaganda suyimli rafiqam, Xubnigar xinim hayot bo'lgan bo'lsa-mu, xotirjam bo'lardim. Sulton begim uning holidan xabar ola olarmikin? Faqat bo'lmaganda Bobur Mirzaga topshirib bersa bo'ladi. Navri inisi bo'lganda ekan, o'z inisi yoki o'g'li qatorida ko'rib, parvish qiladi. U mana shunday tagsiz, asratli xiyollar ilkida kirib qaqmay tunni tong'a o'ladi. Bandat vaqti bo'lib qolgan edi. Taharet elib bandat namozini o'qidi. Uninggacha subhi ko'tarilib, turqsharon jilg'isi suzildi. Tog' cho'qqalaridagi erimagan qorlar sharqiy ufuqdan ko'tarilgan quyosh nurida paqirashqa boshladi. U tog' cho'qqalarga bir pas qarab turgandan keyin jilg'ining og'ziga qarab mandi. Turqidan qat'iy bir qarorga kelgandek qiladi. Yov ahvolini kuzatishga oson bo'lsin uchun egizga chedir tukkizgan edi. Shundaqla pastga qarab hayron qoldi. Jilg'ining egizdan 2 chaqirim nerida bargoh tikkan yov lashkarlari to'p-to'p bo'lib chekinayotdi. Chedir qarorgohlarimi ko'rinmaydi. Bu nimish? Ahmad Tanbal lashkarlarini chekintiribdi-ya. 3 kundan beri shuncha qattiq hujum qilibmi, jilg'iga kiranmay zerikdimi-ya? Her qancha bo'lsin buncha oson bel qo'yib etmas. Shundoq. U uncha ahmoq emas. Bizning hozirgi ahvolimiz uning 5 qo'ldak oyon. Yana bir necha kundan keyin yigidek hech nima qilmaydiganligini u obdan biladi. Acaba chekinish yelisi ishlatib bizni jilg'idan aldab chiqarmoqchimidi-ya? Ish qilib nimali bo'lmasin, bu Tangrining qilgan inoyat. Her qanday bedel to'lab bo'lsa jilg'idan chiqib ketish kerak. To'xta. Avval ahvolni tanqanlab kelishga odam evatdi. Shu daqiqada Muhammad Husayn ko'ragan ustidan tog' qulab tushgandek yengillab qolgan edi. Bir oz pishim vaqt o'tganda ahvolni bilib kelishga avatgan ishki nökeri ig'ir yorilangan bir lashkarni ib keldi.
Ahmet Tembel yaralangan lashkarlarni tashlab qo'yib, oldirab chekingandek qiladi. Bir qo'shiq qinimdan keskaylar oliylari, dedi yaralangan lashkar loq-loq titirganicha. Ete, Ahmet Tembel nemish lashkar chekindirdi? Oliylarga ma'lum bo'lg'ay. Tan kechida Andijondan chaparman keldi. Shaybonixon lashkar tatib kendi badamga yetib ketdidak. Shunga Ahmet Tembel janoblari oldirash orqasiga yondi. Men eg'ir yaralanganligim uchun tashlab qo'yib ketdi. Bir qo'shiq qinimdan keskaylar oliylari. Uning yigidek bir narsa beringlar. Jarrohlar yarasini amlab qo'ysin. Lashkarlar yaralangan yov lashkarini elib chiqib ketdi. Chedirda yolg'iz qolgan Muhammad Husayn Ko'ragan qaytadan xiyol surishga boshladi. Endi qanday qilsam bo'lar? Bobur podshohning nadaligini bilmayman. Uning bilan uchrashgan taqdirdami, qo'lida tuzuk lashkar yo'q. Shaybonixon bo'lsa kundan-kuniga kuchayib ketib boradi. Hozir bu iqlimda Xorason hukmdori Sulton Husayn Boyqaradan boshqa uning muqobilasiga chiqarlig'idek xon sultonlar qolmadi. Lekin uning niyat iqbolini bilmak tez. Balkim u mutaxassildanatni saqlab qolish uchun Shaybonixon bilan sulh qiladi. Mening ahvolim bo'lsa shunchalik. Hatto Ahmet Tembelga mutan kelamadim. Bunday ahvolda Shaybonixon bilan yana tirkashsam, bilib turib tuxumni tosh qo'rgan bo'laman. Bir umr qoshqullikda yashashim mumkin emas. Yoki bo'lmasa, hozircha Shaybonixonga itoat bildirgach turaymikan. Shundaq. Yovga taqobil turolmaganda sulh qilish kerak. Albatta bu bo'ysunishdan derak bermaydi. Fursat pishib yetilganda boshqacha yo'l tutmaymanmi? Sulton Ahmadxon oliylarining xonzoda Saidxonmi Shaybonixonning qo'lida. Mushu bahanada uni qutuldirib chiqsam hisob. Ahmet Tembelning Shaybonixonning xabarini anglab oldirash chekinganiga qaraganda ularning orasi cho'qim buzilgan gap. Mushundaq vaqtda Shaybonixondan afv so'rab itoat bildirsam cho'qim qabul qiladi. Bu fursatdan foydalanib Shaybonixon bilan Ahmet Tembelning orasini buzay. Ikkisining qaytadan ittifoq tuzib olishining oldini olay. Ikkisi elishsa hamon biri mag'lub bo'ladi. Buni dushmanning qo'li bilan dushmanni yo'qotish deymiz. Shaybonixonning inisi Mahmud Sulton xeyli tuzuk odam. Og'ziga hargiz o'xshamaydi. O'ttirimizda yomon emas do'stlik bor edi. Balkim u yordam qilishi mumkin. Bir qarorga kelgan Muhammad Husayn Ko'ragan qog'oz qalam keltirib Shaybonixonga oldirash xat yozishga boshladi. Assalomu alaykum. Janob Iskandar Soni, Xalifa-i Rahmon, İmam-ı Zaman Muhammed Shaybonixon oliylariga, Kamina Mirza Muhammad Husayn Ko'ragan, qudratlik Allohdan tan saqliq, uzun ömür, teximiz ziyoda taxt saltanat tilash bilan billa behisob do'stlik salami yo'llayman. Mutlaq dono va haqiqiy hukmron bo'lgan Tangri ulug'lig'i, ro'shan hikmati va g'olib hukmining taqozosi bilan xolisi birovga toj va saltanat berib, azizlab, uni zamondoshlari orasida yegona qiladi va joy-joylardagi qo'lidan ish keladigan mard azmatlarni, jahon tutolaydigan oqillarni bir bahona sabablar bilan uning qishig'i keltiradi. Uning dushmanlarini g'aflat, mag'rurlik, xatolik va buzuqlik illatlariga duchor qiladi. Ko'zlarini ko'r, quloqlarini g'as qiladi. Janobi xon oliylarining hozirgi yuksak martabalari oldi bilan Janobi Haq Taoloning inoyati. Ondan qolsa o'zlarining donishmandligiga xos aql parosati, jahon mardlariga xos jasorati bilan qo'lga keldi. Ushbu quyosh kabi pokitni ko'rgan kaminalarning shon shavkatlariga qoyil bo'lmay, chin yurkidan tahsin etmay hech iloji yo'qdir. Necha vaqtdan beri zamonning qalaymaqonchiligi tufaylidan shaytonim shavkatlarini kichik ko'rsatib, bo'yintovliq qilib yurgan edi. Garchi nech qitimlab dargohlarga berib, afv so'rab, gunohimni tilash niyatiga kelgan bo'lsam-mu, avvalan bor muvofiq fursat topolmay, ikkinchidan g'azab qilishlaridan andish qilib, chiktoyin bo'lib yurdim. Mana endi quliqimga muborak qadamlarining Farg'ona vodisiga yetganligi eshitildi. Shu hamon jinimga jon qo'shilgandek bo'ldi.
Öz-özümni, əmdi yana nimaga qarab tursan, dərhal qilichingni bo'yningga esib gunohingni tila va afu qilishni o'tin. Yana ishkilansan fursat ketadi. Kang qursoq Apujan xon oliylarining mehr shafqatidan abadiy mahrum qolasan deb ogohlantirdim-da, ushbu maktubni yozishga petindim. Shu kunlarda oliylarining cheksiz marhamatiga erishgan Ahmad Tanbal kichkina Farg'ona vodiysi va ozg'ina lashkarlarga tamanno qo'yib, qudratli saltanatlarni ko'zga ilmay, pot yaqinda Shaybonxonni bobosi Ubul Xayrxonning yeniga avatib, taxtimni avval Toshkentga, ondan Samarqandga tiklayman deb davron silib yurgan edi. Navoid oliylari Kamina Mirza Muhammad Husayn Ko'raganning bildirgan sadoqatiga ishonsa, sarkashlik qilgan gunohimni yuvishga bir qitim fursat bersa, ul tuzkorni o'z qo'lim bilan bog'lab kelib, taxtlar oldiga yukindirman. Bu oliylarga ko'rsatgan tuhfam bo'lib qolsa ajab emas. Bundaq deyishimki maqsad hargizmi oliylardan mansab, martaba, imtiyoz talab qilish emas. Nazarlarga ilinib dargohlarda oddiy navkar bo'la olsam shu kifoya. Qoldisi oliylarning jahonni yoritquchi yorliqi qandoq berilsa, xizmatga beshim bilan tayyorman. Kamoli ehtirom bilan navkarlari Mirza Muhammad Husayn Ko'ragandan deb bilirlar. Nomi tamom, vassalom. Xatni elib ketgan sarkarda Mavlona Muhammad 3-kuni Shaybonxonning javob xatini olib keldi. Dalg'ulluq ichida o'ltirgan Muhammad Husayn Ko'ragan xatni oldirash echib o'qidi. Shaybonxon xatida nurg'un hurmat iboralarini ishlatib, Muhammad Husayn Ko'raganning sadoqatini maqtagandan keyin uni tezroq yeniga kelishga taklif qilgan edi. Andijon tarafga ahvol qandaqroq? deb so'radi Muhammad Husayn Ko'ragan sarkardasi Mavlona Muhammadga qarab. Ahmad Tanbal shaharni bekitib qattiq mudofiyada turib etibdi. Shaybonxon 2 kundan beri to'xtamay tegish qilibmi, sepiltuga yiqilishamabdi. Janoblarga ma'lumliq. Andijon shahrining sepillari egiz ham mustahkam. Qurol-yarog' aslahalari xil. Uning ustiga suv, oziq-to'lik mo'l. Shaybonxonning Ahmad Tanbalni osonlikcha bo'ysundira olishi tas. Shundoq, dedi u Mavlona Muhammadning so'zini tasdiqlab. Shaybonxon hozir Andijon shahrini elishga oldiryapti. Chunki u Ahmad Tanbalni tezdan bo'ysundiramasa, necha vaqtdan beri tikilgan shoni shavkatiga nuqson yetadi. Shunga u Andijon shahrining ahvolini besh qo'ldak biladigan mendek sarkardaga to'liq muhtoj. Ayni muddat, dedi Mavlona Muhammad. Shaybonxon maktublarini ko'rib bakmi xush bo'lib ketdi. Tez berib Ko'ragan janoblarga yetkaz, tezroq yetib kelsin. Uning bilan ko'rishni noit orzu qilaman dedi. Andijonga berishim yo'lvasi o'ziga o'z oyog'im bilan bog'onga boraver. Meni qandoq qismatlar kutyapti ekan. Shaybonxon to'limi hiligar, gumonxo'r odam. Ahvolga qarab ehtiyot bilan ish qilarman. Ish qilib nima bo'lmasin, Ahmad Tanbalni hargiz bosh qo'yib o'tmayman. U xiyoldan bosh ko'tarib, sarkarda lashkarlarga Andijonga qarab yo'lga chiqishga buyruq berdi. Odatda har qanday odamning bir oshpishini saqlatib, ondan qabul qiladigan Shaybonxon Muhammad Husayn Ko'raganning istiqboliga barliq amir sarkardalar bilan chiqib, odatdan tashqari hasham bilan kutib oldi va hurmatiga shohona dasturxon rastlab, o'ng yonida o'ltirg'izdi. Hammanglar bir-birlab kelib Ko'ragan janoblarga sharab tutinglar, dedi u amirlarga buyruq berib. Shaybonxonning enisi Mahmud Sultondan boshlab barliq amir sarkardalar bir-birlab kelib Muhammad Husayn Ko'raganga sharab tutdi. Ko'nglini izhor qilishdi. Faqat Saidxonlar texi bugungacha chiroyini ko'rib boqmagan bu hammasining eriga mansitmaslik bilan qarab qo'yib, so'g'uqqan kayfiyatda o'ltiraverdi. Shu topda uning vujudi ziddiyatli xiyollar bilan to'lib ketgan edi. O'z vaqtida xonatam uni pat-pat tilga elib, undaq jasoratlikay, mundaq sadoqatlikay deb maqtaydi. Acaba xonatam uni tushunmagan bo'g'aymidi? Uning hiylig'icha umid bog'lab yuribdiman dehi. Tayinliqli odam ekan-ku.
Öz ixtiyorlik bilan kelib Şeybanxonning oyqiga bosh qo'ydi mana. Onun inisi Mahmud Sultan bilan obdal birodarchiligi bordaq qiladi. Qadinaslarda ko'rishib, ahvol so'rashib ketdi. Ona tag'am Sultan Mahmudxon oliylar bilan kichkidan odosh og'ini bo'lib, birga o'ynab cho'ng bo'lgan. U tag'amning cheksiz qadrlashiga e'tiborlisi noil bo'lgan deb anglab edi. Ammo Malik Xubnigar xonimni nikohlab berib, ko'raganlik martabasiga yetkazgan ekan. Shunchalar oliy himmatlarga qaytargan tashakkurim shu bo'ldi oxir. O'z posibonining taxsaltanatini tortib olgan odamga sadoqat bildirgan odamni qandoqsiga vafo ahli degili bo'lsa. Ist necha vaqtdan beri uni g'oyibona yod etgani, sig'inib, umid bog'lig'ini. Har bir yig'i so'zda ul Şeybanxonga tavazu qilib ketganlarcha degan. Aslida bir xushomat ekan emasmi? Xonzoda Texchil ko'ragan janoblari sharab tutay demayli-ku. Dedi Şeybanxon Saidxonning ochiq xiyollarini bo'lib. Tanışib qo'ysizlar. U degan marhum hammalar Malik Xubnigar xonimning kuyasi bo'ladi. Bir hisobda tog'lar bilan o'xshash. Saidxon Muhammad Husayn ko'raganga mansitmaslik bilan yo'q etib qarab qo'yib eg'iz ochdi. Ko'ragan janoblarining qo'shiqi xon oliylar bilan amir sarkarlarning tutgan hurmat sharobida allaqachon shalaqlab ketdi. Kamillar bo'lsa-mu bir qadah sharobni isrof qilmay deyman. Şeybanxon qoqoqlab kulib ketdi. Ko'rdingmi, ko'ragan janoblari? Balochxon oliylarining bu xonzodasi mana mushundoq gapdan yuz xotir degan nima bilmaydi. Xonzoda haqiqatan ochiq so'zlikkan. Dedi Muhammad Husayn ko'ragan Saidxonga mehr bilan qarab. Meni mas bo'lib qolmasin deb oyotdi. Ha, shu topda Saidxonning ochiq kinoyasini faqat Muhammad Husayn ko'raganni tushungan edi. Sultan Ahmadxon oliylarining bu xonzodasi haqiqatan shir yurak azimat bo'ldi. Bilib turibdi-man. O mening Şeybanxonning oldiga bo'yin egib kelganimga qattiq ranjidi. Shuni ko'ziga ilmayotdi. Şeybanxonning oyog'ida sagdak o'milab, qo'yib bergan yundusni ichib o'tsan deb ta'na qilib o'tdi. Mayli, hozircha ranjigash tursin. Keyin fursat tepib tushuntirib qo'yarman. Şeybanxon to'lim hiylagar odam. Ko'ngligini bilmak tas. Hatta inisi Mahmud Sultan bilan o'g'li Temur Sultondan Misr yo'shirdi. Har holda ehtiyot qilay. Janob amirlar, dedi Şeybanxon amir sarkarlariga takshi qarab. Muhammad Husayn ko'ragan janoblari mening aziz mehmonimdir. Hammalar uning mehmondorchilik qilgaysizlar. Bosh ustiga, dedi amirlar das o'rnidan turib. Sorun tun nisbigacha davomlashdi. Şeybanxon sorunda Andijon muhosirasi Ahmad Tanbal haqida bir ig'izmi gap qilmadi. Atisidan boshlab amir sarkarlar Muhammad Husayn ko'raganni navbat bo'yicha ziyofatga taklif qildi. Bu bir necha kunda Andijon shahriga faqatla tegish qilmadi. Go'yo ular bu cho'ng ishni butunlay esdan chiqarib qo'ygandek qiladi. Muhammad Husayn ko'ragan Saidxon bilan ayrim uchrashishga faqatla fursat topolmadi. 50 nafar navkarining Saidxon nega bosi bir qadam ayrilmay yurayotganini ko'rib, o'zini ehtiyot qilib qolgan edi. Uning Şeybanxonning inisi Mahmud Sulton bilan xeyli obdan do'stligi bor edi. Şeybanxonning yeniga kelgandan tortib, Mahmud Sulton uningga kundagidek hamroh bo'layotdi. Turpan tarafdagilar bilan aloqalashib turyotamdilar ko'ragan janoblari. Bir kuni tuyuqsiz so'rab qoldi Mahmud Sulton. Yo'qsa, texch xabarlashamadi. Dedi Muhammad Husayn ko'ragan. Aslida chaparman avatib xabarlash xiyolim bor edi. Lekin muqim bir joyda tura olmaganligim uchun mumkin bo'lmadi. Ulardan chaparman kelmadi. Balkim kelgan bo'lsa, silni topolmagandir.
Bu mu ihtimal? Hiç bulmaganda inim Said Muhammed Mirza der kimni qilatdi? Sultan Ahmed Xon oliylarining musibati bilan bu ishga cho'l istaymagan bo'lishi mumkin. Muhammad Husayn Ko'ragan turib qoldi. Nima dedilar janoblari? Sultan Ahmed Xon oliylari qazo qilib ketdimi? Mahmud Sultan uning chiroyiga sinchilab qarab etib javob berdi. Bu musibatdan texsil xabarsiz o'xshamamdilar. Zinhor xabarsizman. Qanday bo'lib qazo qilgandi? Tafsilotini bizmi bilmadik. Oqsuq avatgan oyg'oqchi ashunda xabar ep keldi. Kasallik sababi bilan qazo qilib ketibdi-dak. Xonzoda Saidxon otasining musibatidan texsil xabarsiz. Og'am Shaybonxon oliylari bu ishni uningdan sir tutishimizni chekilgan bo'g'ashqa hozirgacha bildirmadi. Silmi bir mezgil sir tutqayla. Ari, Xonzoda hozircha musibatdan xabar topmag'ini tuzuk. Keyinchi bildiramiz. Muhammad Husayn Ko'raganning vujudini birdinla umidsizlik cho'lg'ib oldi. Sultan Ahmed Xon oliylari qazo qilgan bo'lsa, u tarafdan endi ziyoda umid kutmasammi bo'g'adak. Uning cho'ng xonzodasi Turpanda noib xon bo'lib, saltanatga posibonlik qilyotdi deb anglab edim. U tag'isi Sultan Mahmud Xon oliylari qandayroq muomala qilar ekan? Yoki taxt saltanatdan ansirab, tag'isiga e'tibor qilmasmikin? Endi Sultan Mahmud Xon oliylarining kuni texmi tas bo'g'adak. Omad qochsa kelishmaslik orqa-marqa keladi ekan. Jiyan bilan tog'ning mehri ergizmi og'i inining mehridek bo'lmaydi. Shunmi ko'nila tog'ongdan tog'ar yaxshi, ammangdan bodong yaxshi deydi emasmi? Xon oliylari amdilikda jiyanining quliga qarab qolarmi? Agar shunday bo'lib qolsa, bu ish uning taxt saltanatini tottirib qo'ygandanmi ig'ir keladi. Muvaffaq fursat deb qishiga chaparman avatay. Elim yaxshi yenida inim Said Muhammad Mirza bor. Tasalli berib, ko'nglini yasab turgandi balkim. Uning jimib ketganini ko'rib, Mahmud Sulton asta og'iz ochdi. Ko'ngillarni yerim qilmislar. O'lim hammamizning beshida bor. Tasalli berganlarga ko'p rahmat, dedi Muhammad Husayn Ko'ragan xiyoldan bosh ko'tarib. Sultan Ahmed Xon oliylari yosh edi. Texi amdil 39 yoshga kirgan edi. Qanday qilamiz? O'lim degan yosh qiyriga baxmaydi ekan. Jon tanda omonat deydi emasmi? Har qanday banda ajal yetganda ol omonatni topshirmay amali yo'q. Endi tiriklikning g'amini yesila. Sizlardan bir o'tinishim bor edi, dedi Muhammad Husayn Ko'ragan Mahmud Sultonning ko'ziga qarab turib. Xonzoda Saidxon bilan ayrim paranglashib baqsam bo'ladi. Lekin nökarlar uning yendan yer bo'lmag'achqa faqat fursat bo'lmayotdi. Xonzoda Saidxon bilan ko'rish ishiga hozircha oldirmisizlar. Fursatini men keltirib beray. Rostdan desam, dedi Mahmud Sulton samimiylik bilan. Og'am Shaybonxon oliylari mendek bir qo'saq insig'im ishonmaydi. Sizlarga ma'lumlik, ayni vaqtda elkimdagi 2 tuman lashkar bilan kelib, og'am g'amdamda bo'lmagan bo'lsam, uning Buxoro bilan Samarqandni elish hargiz mumkin emas edi. Chunki uning elkidagi sarkard lashkarlarning hammasini Sulton Mahmud Xon oliylari bergan. Chin yerga kelganda ular og'amning farmonini anglamaydi. Faqat mening osh 2 tuman sarkard lashkarlarim bilan ularni tutib tura oladi. Shunga bundan xabardor xaloyiqning hammasi Shaybonxonning davlati inisi Mahmud Sulton bilan o'rturdi. Uning hamma ishi Mahmud Sultonning tartib intizom bilan bo'ladi deyishdi. Samarqandni olgandan keyin og'am muxolifatchilik bayrog'ini ko'tarib chiqib, Sulton Mahmud Xon oliylaridan yuz o'rdi. Shu chaqda faqat bir ishdan, janoblar bilan janggohda uchrashib qolishdan voyim edi. Chunki og'am Sulton Mahmud Xon oliylarining ordusida xizmat qilgandan beri berib kelib yurib, sil bilan o'ttirimizda do'stlik rishti paydo bo'lgan edi. Sil qanday qaraydilar bilmayman, ammo men bu do'stlikni behim qadrlaydim.
ochiq so'zlik, mardumardona, sadoqatmanliklarini yoqtiratdi. Garchi og'amni ancha yoqtirib ketmasalimi, menga chin yuraklardan izzat ko'rsatdilar. Oldimda og'amning zinhor yomon gapini qilmaydilar. Yaqin do'sti bilan jangohda raqiblardan bo'lib qilish haqiqatan dahshatli ish edi. Xudoga shukr, bu hayot dahshati bizga nasib bo'lmadi. Keyin o'rtupin tashlab chiqib ketganliklarini oldim. Har doim g'amlarni yeb turdim. Omonliklarini tiladim. Hükümdarlarning taxt saltanat zimin tanlashi azaldan bor ish. Hatto ota-bola, og'i-inlami bundan mustasno bo'lgan emas. Shunga og'am Shaybonxonning Sulton Mahmudxon oliylaridan Toshkentni tortib olib, taxt saltanatini egilib olishni xato ish deb qaramayman. Biroq uning Sulton Mahmudxon oliylarining xonishini nikohga olib olishi haqiqatan chekdan eshib ketdi. Aslida shu chog'da Sulton Mahmudxon oliylarining suyimli xonishi Qorako'z begimni menga nikohlab bermoqchi bo'lgan edi. Lekin keskin rad qilib etdim. Ham uni to'sdim. Mush ish sababli og'a-ini ranjishib qoldik. U ham og'a, ham xon bo'lganlik uchun hukmidan tashqari chiqishimga imkon yo'q edi. Bu ishlarni har qitim o'ylasam, oldilarida xijil bo'laman. Janoblarini azaldan vijdonli, mard, vafo ahli hisoblab kelgan edim. Har holda xatolashmabdiman. Bir musulmon erkakni nikohidagi halol xotinini taloq qilishga majburlab, ondan o'zining nikohiga elib olish islom shariatiga xilof. Lekin o'zini Xalfai Rahmon, imoni zamon deb atagan Shaybonxon oliylari bu ishni yo bandidan, yo Allohdan hayo qilmay qildi. Anglab to'lim xo'rlik his qildim. Har bandining gunohi o'ziga. Bu qilib oldim, etib oldim deydigan jahon emas. Bu olamda bo'lmasa, u olamda bo'lsin so'riqi bo'ladi. Gapning ochiqini aytsam, kaminlarmi amalning yo'qidan Shaybonxon oliylarining oldiga itoatkorligimni sunib keldim. Vaqti kelganda bu dargohdan omon eson ketishimga yordam qilg'aylar. Allah xolisi cho'qim shunday qilaman. Menga ishonganlarga ko'p tashakkur. Dedi Mahmud Sulton. Balki men mufat yaqinda og'amdan ayrilib ketib qolishim mumkin. Vaqtida o'z yo'limni tepib olmasam, og'a-ini o'ttirimizda adovat kuchayib ketishi mumkin. Chunki og'am sarkarlashganlar orasidagi obro'-inovatimga hasad qiladi. Kunlarning birida taxt saltanatimni tortib olamdikan deb andish qiladi. Avval Ahmad Tanbalning ishini tezroq bir taraf qilaydi. Qoldi ishlarni ondan maslahat qilarmiz. Dedi Muhammad Husayn Ko'ragan. Ahmad Tanbal Andijonni qattiq mudofiya qilyapti. Dedi Mahmud Sulton o'ylangan holda. Ta'mimcha qo'rg'onda 1 yil yetgudek osliq sapisi bor ekan. Uni osonlikcha bosh egdirish tasqi to'xtarmikin? Kelganimdan beri nima uchundir Shaybonxon oliylari meni Andijon muhosirasiga qatnashtirmayotdi. Avval bir tegish qilib baqsaq, ondan munosib tadbir ko'rsatgan bo'ladi. Og'amning ko'ngliga kirib chiqsam, uning Ahmad Tanbalni janoblarining yordamisiz bo'ysundirishini aytdi. Lekin hozirgacha bu mumkin bo'lmayotdi. At ikkimiz birlikda tegish qilaylik. Shaybonxon oliylaridan ijozat olamdik qandaq. Chunki men necha kundan beri bu dargohda mehmon tariqasida muomala qilinayotdi. Buncha inchikilab ketishlar hojatsiz, dedi Mahmud Sulton. Qo'shinning amirlashkarlik martabasi mening qo'limda. Shunga og'amdan ijozat olishim hojatsiz. Yana bir tarafdan og'am janoblariga o'z og'zim bilan Andijonga tegish qilish farmoni bersan, boshqalar Shaybonxon Ahmad Tanbalga kuch yetmay Muhammad Husayn Ko'raganga murojaat qildi deb qoladi deb xudiksiraydi. Mundaq desizlar. Ko'nglimdagi tugish endi yeshildi. Lekin og'amdan har holda ehtiyot qilsinlar. Ogohlantirganlarga rahmat. Shunday qilib, ertasi Muhammad Husayn Ko'ragan Mahmud Sulton bilan birlikda Andijon shahriga shiddatli hujum qo'zg'adi.
Mahmud Sultanның pərzi toğru çıxdı. Şeybanixon Muhammed Hüseyin Körəganның sərkərdi ləşkərləri bilən Andijan hücumuğa qatnaşqanını görüb ağ kök demidi. Şəhərə hücum qilish 3-cü kuniga qadam qo'yganda bardoslik berolmasligiga ko'zi yetgan Ahmad Tanbal Muhammed Hüseyin Körəgan bilan so'zlashdiganligini bildirib elchi chiqardi. Muhammed Hüseyin Körəganның Şeybanixonga el bo'lganligi onunğa qattiq zarba bo'lgan edi. Muhammed Hüseyin Körəgan elchining muddasini bilgandan keyin Mahmud Sultan bilan maslahatlashib, Ahmad Tanbal atigan subhi vaqti bilan Sepilning ustiga chiqsin, shu yerda so'zlashayli deb javob berdi. Atsi ular deyishgan muhlatda uchrashdi. "Ey mirzom!" deb vaqirdi Sepilning ustiga chiqqan Ahmad Tanbal Muhammed Hüseyin Körəganga tavazzu bilan egilib salom bergandan keyin "Hozirgi ahvolimni so'zlamasam-mo o'zlariga ayon. Aramizda yuz bergan orozchiliklarni eng yaxshisi tagashmayli. Ikkimizning emildosligini ham mening xizmatkorligimni yodlariga keltirib hukm qilsalar. Men hozir qanday qilsam bo'lar? Maslahatlariga muhtojman." Ahmad Tanbal Muhammed Hüseyin Körəganның ko'kildishi edi. Chunki uning onasi Muhammed Hüseyin Körəganga inikona bo'lgan edi. Shu sababdan Sultan Mahmud Xon Muhammed Hüseyin Körəganga bo'lgan do'stlik aqidasi yuzasidan uningga o'rnida ishkilik martabasi bergan edi. Keyin Umar Shayx Mirza uning jangbozlik mahoratiga qoyil bo'lib, Sultan Mahmud Xondan so'rab Andijonga oldirib kelgan edi. Umar Shayx Mirza o'lib ketgandan keyin dadasining taxtiga o'tirgan Babur uningga yaxshi muomala qildi. Martabasini ishkilikdan cho'ng amirlikka o'stirdi va navkar beshi No'yon Ko'kildashning qilichini uningga sovg'a qildi. Ammo Ahmad Tanbal bu qadar qilgan e'tiborini bilmay, Uznasam bilan birlashib Jahongir Mirzani quturtib Boburga qarshi chiqdi. Hatto Bobur sovuq qilgan oshi qilishda Boburning kollasini og'li tas qoldi. Texi yaqinda bir amchakni tortishib emgen emildishi bo'lgan Muhammed Hüseyin Körəganni Turqisharon jilg'isiga qopsib olib o'ltirmoqchi bo'ldi. Navodan Şeybanixon lashkar tortib kelmagan bo'lsa, Muhammed Hüseyin Körəgan mushu ko'kildishining qo'lida o'lib ketganmi bo'ladi. Daqiq ichida mushlarni xiyoldan o'tkazgan Muhammed Hüseyin Körəgan beshini ko'tarib Ahmad Tanbalning bechora turqiga mag'rur nazar tashladi. Necha kun avval ko'kildashlikni esingmi olmagandan tuzkor ablah. Hamda ajab tiling kuymayotdi-da. Sendek vafosiz ko'kildashdan allaqachon kechganman. U xiyolini yig'ishtirib Ahmad Tanbalni qasdan gapga soldi. "Hamda senga nima bo'ldi? Qal'ani mahkam saqlasang bo'lmadimi?" Ahmad Tanbal daqiq turib olib javob berdi. "Hozir ochiqlanib malomat qiladigan vaqt emas, mirzom. Rost gapni qilsalar. Hozirgi eng yaxshi chora-tadbir nima?" Muhammed Hüseyin Körəgan endi uni ortiqcha gapga selishni loyiq ko'rmadi. "Yaxshi chora shulki, qilichingni bo'yningga desib, bechoralik bilan tuvanga tushganda qudratli sulton Şeybanixon oliylaridan gunohingni tila. Rahim qilib bir qo'shiq qiningdan kechib qolsa ajab emas." Ahmad Tanbal bir g'azo untinsiz turgandan keyin asta sepildan tushib ketdi. "Hujum qilamdiq qandoq?" deb so'radi Temur Sulton. "Oldirmisizlar?" dedi Mahmud Sulton bu jiyaniga qopqini turib. "Biroz saqlab boqaylik." "Yana nimaga saqlaymiz tag'a? Necha vaqtdan beri bizga bosh egmagan ul Tanbal Körəgan janoblarining osh ikki qizga kirib oldimizga hargiz chiqmaydi." "Sizlar nimani biladilar?" Mahmud Sulton uning g'azab bilan kulaydi. "Ishchilari pushib ketgan bo'lsa, orga qaytib ketsinlar." Temur Sulton jim bo'ldi. Bir oz pishim vaqt o'tganda Xoqon darvozasining ot so'ritib ichiladigan eg'ir qanotlari ansiz g'ichirlab ichildi.
Şunu bilan birga liq suv to'ldirilgan xandakning osma ko'rkimi tushirildi. Ayol o'tmay qilichini bo'yniga osgan Ahmad Tanbal bir to'p amir sarkarlarini boshlab darvozadan piyoda chiqib keldi. Mahmud Sultan endi qanday qilamiz deganni qilib Muhammad Husayn Ko'ragonga qaradi. O'zlari bilsizlar, dedi Muhammad Husayn Ko'ragon. To'qoyiga kishning quyrug'ini kesibasmi, qo'yini o'zgartmaydi deydigan gap bor. Tuzkorliq ol Tanbalning o'zgarmas qo'yi. Mahmud Sultan yenidagi jiyani Temur Sultanning qo'liqiga pichirladi. Bu chaqda Ahmad Tanbal ularning oldiga ming bir xil g'am tashvish bilan yetib keldi-da, Muhammad Husayn Ko'ragon bilan quchoqlashib ko'rishish uchun qo'lichini sar qanotidek ochdi. Yanglishdan ko'kildishin, dedi Muhammad Husayn Ko'ragon uning so'g'uq nazar tashlab. Avval men bilan emas, Mahmud Sultan janoblari bilan ko'rish. Qani u seni bag'riga bosarmikin? Ahmad Tanbalning yuragi qotib ketdi. Oldirab el bo'g'ili chiqqaniga pushaymon qildi. Ko'ragonning nima degani bu? Men tek uni orag'i tushib ikki qiz yaxshi gapini qiladi deb o'ylagan edim. Ajab bir gap qildi ya. Tog'isi Mahmud Sultanning ko'z ishoratini ko'rgan Temur Sultan qilichini shartda qinidan chiqarib Ahmad Tanbalga vaqirdi. Kimingni ko'zing qilmay qodiysa mal'un. O'tgan yil xon otamga to'li yilinib turmagan bo'lsang, Alloh qachon taxti baxtingning kuli so'riladi. Shuncha vaqtdan beri adabsizlik qilib qo'rg'onni bekitib olding. Mushu gunohing uchun o'limga mahkumsan. Ahmad Tanbal xiyolini davomlashtirolmadi. Ölüm vahimasida ko'z oldi qorong'ulashib, put-qo'lida jon qolmadi. Ko'ziga bir narsaning so'g'uq yaltirganligi g'ilpol ko'rindi, ammo onqirib bo'g'icha beshi yerga pokkida tushdi. Ha, Temur Sulton ko'zni yumib ochqicha uni chepib tashlagan edi. Ahmad Tanbalning kesilgan beshini ko'rib, amir sarkarlari darhol tizlandi. Bir qo'shiq qinimizdan kashkayla, ixtiyorimiz ilkimizda emas edi. Ularning hammasini bog'langlar. Sarkar lashkarlar darhol qo'rg'onga kirsin, dedi Mahmud Sulton. Shaybonxonning sarkar lashkarlari ko'zni yumib ochqicha Andijon shahriga saldak oqdi va bo'ldi degicha bulang-talang qildi. Tushdan keyin shaharga dabdaba bilan kirib kelgan Shaybonxon Muhammad Husayn Ko'ragonga o'zining birdan bir hukmdor ekanligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldimi aytavur, inisi Mahmud Sultonni mendan beso'roq lashkarlarga farmon berding deb boshbastaqlikda aybladi. Ammo Muhammad Husayn Ko'ragonning to'pisini alohida tilga oldi. Avval qudratli Tangrining inoyati, ondan qolsa Mirza Muhammad Husayn Ko'ragon janoblarining to'pisi bilan Andijon shahrini qo'limizga elib, Farg'ona vodisini to'liq istilo qildik, dedi u mag'rur qiyofatda. Endi orqa tarafimizdagi yoshirin xavfdan butunlay xalos bo'ldik. Andijon shahrida sarkarda Jonbek Sulton qilib, Farg'ona viloyatiga shiqtar bo'lsin. Hamda orqamizdan oziq-tulik, qurol-yarog' ta'min etsin. Qolgan sarkarlar darhol Samarqandga qaytqay. Amdilikda Qunduz bilan Hisarni ishg'ol qilib, Xurosonga lashkar tortishga asos solg'aymiz. Shiqtar vakolatan boshqaruvchi vali deb izohat. Farmon berdormiz. Amir sarkarlar das o'rinlaridan turib qulluq bildirishdi. Qudratlik Iskandar soni oliylarining shoni shavkati uchun jinimiz pido. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushaygacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganinglarga rahmat. Xayr, xo'sh, omon bo'lgaysizlar.